Nima uchun sut chaz qutiga, kola bo'lsa yumaloq quti qo'shiladi? Siz balkim bu masalani azaldan o'ylab boqmagan bo'lishingiz mumkin. Bu masalaga sal qarmang. Bu odatli kishilar bilan aqlli kishilarningki tafakkur qilish usulini sizga bildirib qo'ydi. Siz buning mohiyatini o'ylab yetgan chog'da bu dunyoning yermining yelimikir to'zoq ekanligini bilib yetasiz. Bugun sizga 5 misol orqali iqtisodshunoslarningki cho'ng mingisining qandoq bo'lganligini aytib beray. Nima uchun suv jonni qutqiza olasimi, lekin pulga yarmaydi? Olmos faqat ko'rishgil ishlatkili bo'lsa-mu, lekin baq qimmat. Nima uchun ayollarning kiyimining tugmasi so'l tarafda, erlar kiyimining tugmasi bo'lsa o'ng tarafda bo'ldi? Nima uchun o'xshash bir stakan qahvaga ba'zilar 30 yuan, ba'zilar 8 yuan to'laydi? Chunki savdogarlar sizning qaysi xil odam ekanligingizni burunli bilib bo'lgan. Bu masala qarmoqqa sizga qilch munosabatsizda ko'rinsa-mu, lekin uning orqasiga o'xshash bir to'g'ri qatlamli logika qo'shilgan. Bu mazmunni ko'rib bo'lgandan keyin sizning har qanday ishga qaraydigan ko'z qarashingizda o'zgarish bo'ldi. Chunki siz bu dunyoda hech qanday bir ishning tasaddibiy yuz berib qolmaydiganligini, barliq hodisalarningki rag'batlantirishninki mas'ul ekanligini bayqaysiz. Amaliyotda o'xshash hajmdagi suyuqlik qashlangan silindr shakllik jism, tüktot bulon shakllik jismga qaraganda texim material tejaydi. Undaqda nima uchun sutga yana chaz qutisi ishlatildi? Javobini marginal tannarx degan uqumdan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Sutni sovuq saqlash to'g'ri keldi. Cho'qim tanlab bozorining sovuq saqlash shkafiga qo'yish kerak. Sovuq saqlash shkafining bo'shliqi kamchil. Sovutishga tok puli ketadi. Chaz quta yumloq pudlikka qaraganda sovuq saqlash shkafining bo'shliqidan texmi to'liq foydalanib, bo'shliqni azaytadi. Ham shundaq bo'lganda sovuq saqlash shkafiga nurg'un sutni qo'ygan bo'ldi. Kolani sovuq saqlashning hojati yo'q. Buni odatlik moljasiga qo'ydi. Bu moljasining bo'shliqi ko'p arzon bo'ladi. Bu chaqda chaz qutidan tejab qolgan ozgina bo'shliqni deb yumloq pudlikining foydasidan voz kechishga arzimaydi. Buning qanday foydasi bor? Yumloq pudlikini tutsa rahat bo'ladi. Kola doim degidek og'izni ichib bevosita ichimiz. Tutib ichgandagi tuyg'u intayin muhim. Sut odatda istiqon yoki qachiqqa quyildi. Tutib ichgandagi tuyg'u uncha muhim emas. Qarang, o'xshash suyuqlik, qachilangan pudilka ishlatish usuli o'xshash bo'lmag'achqa, tanlaraq qurilmasi o'xshash bo'lmaydi. Eng yaxshi hal qilish usuli butunlay o'xshamaydi. Mana bu iqtisodshunoslarningki birinchi darsi. Har qanday tanlash, cheklama sharoitdagi eng yaxshi hal qilish usuli hisoblanadi. Muhimi nimaning texim yaxshi ekanligi emas, balki nimaning texim muvofiq ekanligida. Bu xil tafakkur usuli sansizligan hodisalarni tushuntirib beradi. Nima uchun ayollar kiyimining tugmasi so'l tarafda, erlar kiyimining tugmasi o'ng tarafda bo'ladi? Chunki tugma kashf qilingan yillarda puldor ayollarning kiyimini kiyishga ayol xizmatkorlar yordam qiladi. Ayol xizmatkorlar xon qizlarga qarab o'ng qo'lida tugmani itatdi. Shunga tugma tabiiy holda xon qizlar kiyiminingki so'l tarafida bo'ladi. Erlar o'zi kiyim kiyib o'ng qo'lda tugmani itatdi. Necha yuz yil o'tib ketdi. Bu odatni saqlab qolganlikdan hech kim o'lchamni o'zgartirib, tannarxni ustiga ilishni xohlamaydi. Nima uchun 24 soatlik qulaylik do'konning ishiga qulf silindi? Chunki 24 soatlik qulaylik do'kon maxsus 24 soat tijorat qilish uchun loyihalanmagan. Nimishqa ishik o'lchamlashtirilib ishlab chiqarildi. Har bir ishikning qulfi ayrim bo'ladi. Aksicha ayrim zakaz qilingan qulfsiz ishik texmi qimmat bo'ldi. Iqtisodshunoslarningki dunyoga nazar solish usuli bundaqa. Nima uchun bundaq bo'lganligini so'ramay, balki nima buni mushundoq muvofiq qilib qo'ydi deb so'rang. Bu nuqtani tushunsangiz, nurg'ulg'an baho bekitishlarning orqasidagi ilmiy fikrlarni ko'rib yetalaysiz. O'xshashli bir stakan qahva nima uchun ba'zilar 30 yuan, yana ba'zilar 8 yuan to'laydi? Ularning setib olgani o'xshamaydiganligida emas, balki o'xshash bir Starbucks, o'xshash bir nusxadagi nati, lekin o'quvchilarning o'quvchilar bahasi bor, a'zolarningki a'zolik bahasi bo'ldi. Tamoq yetkazish sifatida to'liqlim pul bo'ldi. Birini setib olsa, birini sovuq qilish faoliyat bahasi bo'ldi. Bu adillikmi? Iqtisodshunoslar sizga shunday deydi-ki, bu bek adil. Bu xil hodisa baho kamsitishi deb ataldi. Kamsitish degan bu so'z anglamoqqa bek salbiy anglandi. Lekin iqtisodshunoslikda bu bir tasqash xarakterlik uqum bo'lib, ma'nosi o'xshash bo'lmagan odamlarga o'xshash bo'lmagan baho qo'yish. Savdogarlar nima uchun shunday qiladi? Chunki o'xshash bo'lmagan kishilarningki o'xshash bir tovarga bo'lgan pul to'lash orzusi o'xshash bo'lmaydi. Bir aldirash oqyoqliq bir stakan qahvaga 35 yuan to'lashni xohlaydi. Bir o'quvchi eng ko'p bo'lganda 15 yuan to'lashni xohlaydi. Agar qahvaga faqat bir baho 35 yuan bekitilsa, o'quvchilar bozordan ayrilib qoldi. 15 yuan qilib bekitilsa, oqyoqliqlarning pulini bekorga oz topadi. Eng yaxshi taktika nima? Har bir odamga u to'lashni xohlaydigan eng yuqori bahoni bekitish. Mana bu baho kamsitishning logikasi. Lekin masala shuki, savdogarlar kimning qancha pul to'lashni xohlaydiganligini qanday biladi? Bevosita so'rasangiz hargiz bo'lmaydi. Hamma odam o'zini namorat deydi. Shunga savdogarlar har xil tanlash mexanizmini loyilab, o'xshash bo'lmagan pul to'lash orzusi bor kishilarni o'zini tabiiy oshkorlash imkoniyatiga ega qilgan. Buning tipik misoli shuki, o'zi bevosita bahoni tushirmay xaridorlarga e'tibor beltini berdi. Vaqt sarf qilib e'tibor beltini ilishni xohlaydigan kishilar bahoga sezgir pul to'lash orzusi tuvan. E'tibor beltini ilishni xohlamaydigan odamlarningki vaqti texim pulga yaraydiganligini, pul to'lash orzusining yuqori ekanligini tushuntirdi. E'tibor belti tabiiy holda turga ayrig'uchi. Ya'ni buning ichida Avasiya shirkatininki aeroplan beltim bor. Nima uchun muddatdan 1 oy burun setib olsa arzon setib olg'ili bo'ldi. Aeroplan uchish oz qolganini setib olsa qimmat setib oldi. Chunki muddatdan burun setib olganlar odatda dam olayotgan yo'lovchilar bo'lib, bahoga sezgir keldi. Shu vaqtning o'zida setib olganlar bo'lsa, odatda savdo
zatlar bo'ladi. Ko'p pul xajashga parvo qilmaydi. Nima uchun kinoxonalardagi qo'noq etildirmasi shuncha qimmat? Chunki kino bileti iqim elib keladigan mahsulot. Qo'noq etildirmasi bo'lsa, foyda topadigan mahsulot hisoblanadi. Qimmat qo'noq etildirmasini sotib olishni xohlaydiganlarning bu qatimqi kino ko'rish ta'siriga pul to'lash orzusining yuqori ekanligini tushuntirdi. Kinoxona ulardan ko'proq pul tepishi aqlga muvofiq. Qarang, baho kamsitishi bo'lsa, odamni to'zoqqa dastitish emas, balki ijtimoiy unumni eng yuqori chekka yetkazishdir. Hamma odam o'zi qabul qilishni xohlaydigan bahoda mahsulot sotib olaydi. Savdogarlarmi pul topa oladi. Amsa nima uchun ba'zi narsalarning noyat kerakli ekanligi aniq tursimi, baho shuncha to'g'ri bo'ldi. Ba'zi narsalarning hech nimaga ishlatilishligi bo'lmasa, bahosi chekni ishib ketgandek qimmat bo'ladi degan texnik cho'nqur muloyiza bor. Iqtisodshunoslik tarixida olmos bilan suv ziddiyati deydigan bir mashhur masala bor. Suv hayotlikqa intayin zarur. Suv bo'lmasa odam o'ladi. Olmosning chiroyli bo'lishdan boshqa hech qanday ishlatish qimmati yo'q. Lekin nima uchun olmos suvdan 10 ming qimmat? Bu masala iqtisodshunoslarni necha yuz yil qiyindi. Toki marginal unumi borliq kelganga qadar. Marginal unum degan nima? Bir narsa yetarlik bo'lganda sizga elib kelgan qanoatlanish tuyg'usidir. Suv bek qimmatlik, lekin suv bek ko'p bo'lg'achqa, siz har kuni 8 istikon suv ichib, 9-istikonning sizga elib kelgan ortiqcha qanoatlanish tuyg'usi asosan nol bo'ldi. Olmosning umumiy unumi nihoyat tuvan, ammo olmos bek kamchil bo'lg'achqa, siz balkim bir umr bir tonnala sotib olishingiz mumkin. U sizga intayin yuqori qanoatlanish tuyg'usi olib keldi. Baho umumiy qimmatni aksab turmasdan, balki marginal qimmatni aksab turdi. Bu prinsip qarmoqqa muvofiq bo'lmagan nurg'un baholarni tushuntirib berdi. Çolpanlarning film haqqi nima uchun shuncha yuqori bo'ldi? Ularningki odatdagi kishilarning 10 mingga tirishchiqanligidan emas, balki oldin qatardagi çolpanlarga aylangan odamlar bek az. Bu o'rinni boshqalarningki egilishchanligi bek tuvan. Siz har qanday bir odamni tepib almashtirsangiz, uning bilet kirimi necha yuz million farqi. Programma tuzuvchilarining maoshi nima uchun shuncha tez o'sadi? Chunki kod yozish qish to'shishdan esil bo'lganligi uchun emas, balki programma tuzuvchilarininki marginal hasolati bek yuqori bo'lganligi uchun. Bir munavvar programma tuzuvchi yozgan kod 100 million abonentga mulozmat qila oladi. Bir munavvar qish to'shig'ichi bir kunda hech qancha qish to'shaolmasligi mumkin. Nima uchun cheklik nusxa hamisha intayin qimmat sotildi? Chunki kamlikning o'zi marginal unum yaratadi. Bir narsa butun dunyoda faqat 100 dollar bo'lganda, uningga ega bo'lgan qanoatlanish tuyg'usi zo'r darajada oshadi. Mana bu olmos bilan suvning haqiqiy ahvoli. Az bo'lish bahoni belgilaydi. Aksicha, ishiltishchanlik bahoni belgilamaydi. Bu dunyodagi eng qimmat narsa ko'p holda ishiltishchanlikqa yaxshi narsa emas, balki erishish eng tez narsa. Ba'zida hamma odam nimaning eng yaxshi hal qilish usuli ekanligini biladi. Lekin kollektivning tanlashi yanada ofatga qarab yuziladi. Bu xuddi naqshkashlikka bag'andakli ish. Oldingizdagi odam o'rnidan turdi. Sizmi amalsizlikdan o'rningizdan turdingiz. Ondan keyingizdagi odamlarmi o'rnidan turdi. Oxirida butun maydondagilar o'rnidan turdi. Lekin hech kim o'ltirgan vaqtdagidami aniq ko'rolmaydi. Har bir odam o'ziga eng foydali tanlashni chiqardi. Oldingizdagi odam o'rnidan turganda siz turmusingiz ko'rolmaysiz. Lekin hamma odamningki eng yaxshi tanlashini qo'shganda, natijada hamma odam texmi charchaydi. Lekin hech kim nafkar shanmaydi. Mana bu ixtisoshunoslikdagi dangliq kollektiv harakat qiyinchiligi. Har bir odamning aqli qo'shilib, kollektivning ahmoqonligiga aylanib qoladi. Bu xil qiyinchilik hamma yerda uchrab turdi. Nima uchun ota-onalar bolalarni takrorlash sinfiga tizimladi? Takrorlash sinfining foydali bo'lganligidan emas, balki boshqalarni bolalarni takrorlash sinfiga beryotdi. Sizning bolangiz bormasa, xuddi orqada qolgandek. Lekin hamma bola takrorlash sinfiga borgan bo'lg'achqa, bolalarning umumiy rat tartibida yanada o'zgarish bo'lmaydi. Faqat har bir oila necha 10 million pulni ortiq xarjlaydi. Har bir bola necha yuz soat oz uxlaydi. Nima uchun cho'ng shirkatlarning hammasi e'lon berdi? Lekin bu e'lon umumiy kirimni oshirolmaydi. Siz raqobatlashmasangiz, sizning raqobatchingiz bozorni tatib oldi. Lekin hamma odam e'lon berayotgan chaqda bozor o'lishi yana o'xshash bo'ldi. Faqat har bir shirkatningki bir o'lish e'lon haqqi chiqimi ko'paydi xolos. Nima uchun hamma odam o'qish tarixiga intildi? 30 yil ilgari to'liq o'tiriq o'quvchilar kamchilaydi. Hozir aspirantlar hamma yerda bor. O'qish tarixining qiymati tushib ketdi. Lekin hech kim o'qish tarixi olmaslikqa jur'at qilmaydi. Chunki siz olmasangiz shalinib ketasiz. Bu xil qiyin ahvolningki harbiy hozirliklar musobaqasi deydigan bir ismi bor. Xuddi sovuq urush mezgilida Amerika bilan Sovet ittifoqi butun kuch bilan yadro bombasi yasaganga o'xshash. Eng oxirida har bir davlatning yadro bombasi yer sharini necha qatim vayron qilgudek ko'p bo'lib ketdi. Lekin hech kim avval to'xtab qolishga jur'at qila olmagan. Bunda qiyin ahvoldan qanday qutulish kerak? Iqtisodshunoslikning javobi shuki, rag'batlantirish qurilmasini o'zgartirish. Naqshkashligida qoida ta'sis qilib, o'rnidan turganlarga jarimani qo'ysa bo'ldi. Ma'rif bog'lash sistemasini o'zgartirib, ichki raqobatning foydasini azaytsa bo'ladi. Lekin nurg'un vaqtlarda hech kimningki qoidani o'zgartirish huquqi bo'lmaydi. Biz faqat kollektivning nodonlik kuchiga qapsilib qolamiz. Bu iqtisodshunoslikdagi kishini eng umidsizlantiradigan kuzatishlarning biri. Aqliy shaxs g'aljirlashgan kollektivni tashkil qila oladi. Lekin yana bir xil qiltoq kollektivningki qiyin ahvoldami yushirin. Iqtisodshunoslikda
Jahonda bekorlik tamoq yo'q degan gap bor. Lekin nurg'un kishilar ishonmaydi. O'ylab beqing, haqsiz narsaning qandoqmi tannarxi bo'ladi? Bu tannarxi bo'lgan eng chong xato tushuncha. Tannarx faqat siz to'lagan pullam emas, ya'ni siz voz kechgan fursat, siz sarf qilgan vaqt, siz oshkorlab qo'ygan shaxsiyat, kelgusida qaytaradigan qarzni o'z ichiga oldi. Bular yo'chirin tannarx deb ataladi. Haqsiz narsaningki yo'chirin tannarxi ko'p holatlarda eng yuqori bo'ldi. Nima uchun aloqa tor masofalarning hammasi haqsiz bo'lishni yaxshi ko'rdi? Chunki siz shaxsiy uchuringiz orqali haq to'laysiz. Sizning tor xotiringiz, sizning iste'mol odatingiz, sizning ijtimoiy aloqa munosabatingiz e'lon savdogarlarga o'rab qachilinib, setilib berilgachga bu narsaning qiymati tasavvuringizdan xilli ishib ketadi. Nima uchun haqsiz sinab ishlatish hamisha shuncha keng qo'saq bo'lib ketadi? Chunki sizning sezgurligingiz, masalalarni analiz qilishingiz kamchil. Ular haqsiz sinab ishlatish orqali sizni jalb qiladi. Ondan har xil loyihalar bilan sizni xumor qiladi. Eng oxirida siz bevosita setib olgandimi ko'p pul to'laysiz. Nima uchun shu 0 yuanlik aldamchilikqa doim boshqalar aldanib qoladi? Chunki haqsiz bo'lish odamning aqliy hukm qilish sistemasini taqib siz pul olmaydiganligini olganda, cho'ng mingiz arzon bahoda setilish endisiga kirib, xatarga tabiiy sal qaraydi. Yana bir xil texnik cho'nqur qatlamli haqsiz qiltaq bor. U bo'lsa ilhom berishni burmalash. Bir narsa haqsiz bo'lganda kishilarning uningga muomala qilish usuli butunlay o'xshash bo'lmaydi. Agar davolanish butunlay haqsiz bo'lsa, kishilar o'zining salomatligini asramaydi. Chunki og'rib qolsa pul xajlamaydi-da. Ommaviy velosiped butunlay haqsiz bo'lsa, kishilar xohlagancha qilayotgan tashlab qo'ydi. Chunki o'zining puli emas. Haqsiz bo'lish odamning maslahat tuyg'usini vayron qilib o'tadi. Iqtisodshunoslar tuzumla aylaganda eng bosh og'ritadigan dalmush masala. Qanday qilganda kishilarni ham ommaviy boylikdan bahramon qilg'ilay, hamda bu boylikni asrag'ili bo'ladi. Qanday qilganda namoratlikni chetga qoqmay turib, boshqalarga muvofiq tannarxni to'latgili bo'ladi. Buning mukammal javobi yo'q. Faqat o'xshash bo'lmagan dangsash bor. Lekin bir prinsip nihoyat aniq. Ya'ni sizning tunji inkosingiz hayajonlanish emas, balki hushyor bo'lishingiz kerak. Chunki bu haqsiz narsaga yo siz haq to'lab bo'lgan bo'lasiz, yo keyin haq to'laysiz. Faqat siz shuni his qilmaysiz xolos. Uning ustiga texmi ko'p to'laysiz. Bu dunyoda hech qanday hodisa tasaddubiy emas. Siz ko'rgan barliq narsalarning hammasi rag'batlantirishning mas'uli. Sutning chas quti qashilanishiga sabab sovuq saqlash boychiqining tannarxi. Shuning bilan savdogarlarni mushundaq tanlashga ilhomlantirgan. Odamga qarab farq bo'lishiga sabab foyda eng zo'r darajada oshirish. Savdogarlarni baho kamsitishga ilhomlantirdi. Bu bugungi olmosning suvdan qimmat bo'lishiga sabab. Oz bo'lish marginal unumning rag'batlantirish qurilmasini belgilagan. Hamma odam ichki raqobat qilyapti. Chunki Turkish qoidasi rag'batlantirishga muhtoj. Har bir odam to'xtab qilishga jur'at qilolmaydi. Haqsiz narsa eng xatarli. Chunki yoshirin tannarxningki rag'batlantirishi ko'p holatlarda sizga foydasiz. Iqtisodshunoslik sizga qanday pul topishni o'rgatadigan ilm emas. Iqtisodshunoslik sizga bu dunyoning aylanish logikasini tushunishni o'rgatadigan ilm. Siz rag'batlantirishdan iborat bu nuqtadan dunyoga qarashni o'rganib olganda qarmoqqa bema'ni, quva ko'ringan ishlar tuyuqsiz tushuntirilishi borligini bayqaysiz. Qarmoqqa hal qilib bo'lmaydigan masalalarning tuyuqsiz tafakkur yo'li paydo bo'lib qoladi. Endi siz bu odillik emas, bu muvofiq emas deb og'rinmaysiz. Har qanday vaqtda boshqalar sizga buning haqsiz ekanligini aytganda, siz nima narsaning mushu ishningki mushundaq bo'lishini rag'batlantirgan deb so'rashga boshlaysiz. Agar natijani o'zgartmoqchi bo'lsangiz, qanday rag'batlantirishni o'zgartirish kerak? Mana bu iqtisodshunoslikning haqiqiy roli. Quyuq tuman va xirsga to'lgan bu dunyoda sagaklikning o'zi bir xil g'oyat zo'r afzallik. Amsa bugun mishak so'zlaydi.